Assalomu alaykum hammaga. Bugun baqlajon salatini tayyorlab ko'ramiz. Baqlajonlarimizni katta-katta to'g'rab, tuzli suvga olib qo'yamiz 3 daqiqaga. Bu borada bolgarlarimizni to'g'raymiz chiroyli ko'rinishda. Pomidorlarimizni ham to'g'raymiz, katta-katta qilib to'g'rang. Shuni maslahat beraman, ham chiroyli, ham ishtaha-ochar bo'ladi salatimizda. Bodringlarimizni to'g'raymiz chiroyli ko'rinishda. Sarimsoq, piyoz, keyin 2 qoshiq un qo'shamiz. Olib qo'ygan baqlajonlarimizga 2 qoshiq un va ketdan bitta tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu borada yog' qizdirib qo'yamiz. Qizib turgan yog'da baqlajonlarimizni qip-qizil ko'rinishda qilib olamiz va hamma masalliqlarimizni bitta idishga solib, uni ketidan 1 qoshiq tuz, tabga qarab ziravorlar solamiz. Soya sousi ham solsanglar yaxshi bo'ladi. Aralashtiramiz va hamma masalliqlarimizni va salatimiz tayyor, yoqimli ishtaha.